nerede? Diye aşkan direktori Misra ustamni izlab kelib, xo'jayinning kelganligini, eng qaltis hunarlarini chiqarmasa bo'lmaydigini ta'kidladi. Misra ustam sandwich qiyisini akib berishni o'tinib, ayoliga, hatto oshpaz do'stiga telefon qildi, lekin sandwich qiyisining yetishmayotganligini, bo'lsa o'ziga berib turishni o'tinib gapni tugatdi. Umidsizlangan Misra ustam eng oxirgi qatam talay sinab, Misra shirkatining o'ziga telefon qildi. Misra shirkati eng oxirgi bir qopni aeroplanga yetkazib berdi. Nezdik taomlardan huzurlangan xo'jayin Misra sandwich qiyislarida nimalar o'xshaydigini jazmlashtirdi. Desem nemikin dep qalma dostum. Ish bilan xo'shallik beribetimiz. So'zlanar eng aktiv hikoya bunda kıldirib ichayni üzübetimiz. Ço'lpalla ko'rsangiz sahnimiz tamam. Güllardek xushpuroq chechib keladi. Kelgili qo'ymasa, uydagileri cho'qimli derizdan qechib keladi. Bu sahna, ashundaq sehrlik sahna, kelishga, ko'rishga oldiraydigan. Birga 10 beraman, qarab turinglar. Gar nomer bo'lib qolsa, yaramaydigan. Programmamizni alohida qo'llagan Xinjiang Misran yemeklik cheklik shirkatiga alohida rahmatimizni bildiramiz. Teklif etken bu mihman Behma amrah hamakka. Şvak yes hemmeylen beşvak yeydi kusakka. Lakımı var bek umak. Uyay emdi büldürüp. Minip kası garipke çıkar kırmızı. Hürmet görülmeler. Bugünkü 3 programımızda biz el içinde tonulgan, el içinde tesir kozulgan, birge mahir, köp kadir bir sanatçımızını Allah'ı teklif kıldık. Sahnimizge tunca teklif etken mehminimiz, bizning atağılık kıldırgı artistimiz, elgi tonulgan çakçakçımız, sazende hem nakışçımız Ferhat Hocahmet efendimiz. Yaxshi sizlar aziz qardoshlar, shu ush programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimga nihoyat xursandman. Intayin xursandman, beklam xursandman. Rahmat sizlarga. Qani. So'ram. So'randa qo'y. Biz seni bu suratga, shu sahnaga taklif qilishdan avval surat ilishdan avval biz oldi bilan shu El Rayni bir sinab baqdik qo'ydi. El Rayni sinab baqdik. El Rayni sinab baqdik. Nima deb sinablar? Biz tunji programmamiz bo'lgandan keyin biz shu elning zo'qon tatgan, el qoyil bo'lgan bir artistni, bir cho'lpinimizni taklif qilaylik deb shundaq el ichiga salgan vaqtimizda sening belting alayda o'rinda chiqdi-ku. Voy, rahmat. Yani birisiga hamda sening sifatlaring, sening isming demay turib, sening sifatlaring deb baqsaq, hamma shunda qiziqdi. Bo'pmi sen hamda el bilish jarayonida nima eng muhim kelsang, sening laqaming asosiy o'rinda turdi. Ha, laqamim. Laqamim. Mushu laqamim. Dadamning ismidagi bo'lib ketdi. Dadamni qo'shib desam bo'lmaydi. Oy, tun ketmaydimi? Ferhat Hojahmet desa tun ketmaydi. Ferhat Boji desa hammadan tuniydi rost. Uyga moy bag'aqlab keldi emasmi? Bag'aqlab keldi. Hurmat Bojikol deb yozadi. Ferhat kami demaydi. Hurmat. Sen shu biz endi shu ziyoratni, parangni shu laqaming haqida boshlab qolsa qanday qilamiz? Mayli hamda kaptima bu yerga hamda beshim kelganda ko'raman qanday qilaman. Başlaydı hem de. Senin laqamını öz ağzından bilen köpçülük dep beremsen sen boyam devettin der mi ya bunu? Onu kegayerde dedin o bunu. Amal. Dilinip gitip kaldı. Dilinip gitip kaldı. Yani muşu laqamni sen endi qandaq sharoitda qachon ağının esingda bormi? Ya bu ba'zan laqamlar manda oluchu qarab. Oti bo'lurdan qoladi ba'zi laqamlar ya. Mesela Mehmet Kala desa onun da Samet Kala oldu onun babası. Yani birdim kala olib qoladi, shuni bilan aşk qoldi degan laqam bala. Balalardan nari mening shaxsiy u dadamlar undaq laqam yo'q. Dadamlarning o'g'lari, buvamning o'g'lari u keyinmi yo'qdi balkim. Mushu 94-yili 10 necha maydon o'yin qo'yish jarayonida men mushu Jubojin do'rg'an. Shu do'rash jarayonida men qanday do'rg'anding? Əzləb bilməm. Nim deb qoymayacağım da hozir men doğrusam əpsiz olab qolamı deyman. Ya əpsiz olmaydı, əmədən qızıq oturmuş durubsa.
Qanda doğraydık şu qanda doğragan bo'ladi. Maymun ağa. Maymun ağa. Spay deganimi yegin ulamdı. Baştaq bir doğraysıra biz battı hem de. Ama qısqa qırdım. Esimden çıkarttı vaxtı xeyli uzaktı bu. Doğragan nimem uzaktı vaxtıda. Resmi ilqidik tırnılarını götürüp, uşununkilerge kiyimlerini kiyip, resmi doğragan azırak qilib qoldi. Şuningdan keyin menga bo'laqam aşı Vusonninki tam bo'lsa bo'ldi demay deb qo'yilgan. Palaga vaqtida baskan tamga dekilib besilib bo'laqam. Hozirgacha parat baji bo'lib qoldi emasmi? O bizning mening uşaq vallarıma bajika deb chaqirdi. Bajika. Qanday aka bajika? Yo yaxshimisiz bajika deb. Cho'nglari unda siliqlashtirib, qanday jumanka deb. Muzuldak. Bir narsa qo'l qo'yganim baji deb qo'yilgan ekan. Ya. Ya chiqib ketdi. O'zim ismini yozmayapsam. Baji degan laqabni ep qo'ysangda do'rab qilsang sabab bo'libdi endi. Do'rab qilsang sabab bo'ldi. Do'rab qilsangning sababi nima esa, sen shu filmni bek yaxshi ko'rding degan gapda, shu g'arb sayat filmi shunami? Eng yaxshi ko'rgan kinorim shu. G'arb sayat, shu film. O'sha personajlarni qaysi yaxshi ko'rsangiz ichida? Buning uchun shu menga ta'sir qilgan eng yaxshi personaj shu. Mening laqabim shu Jobaji. O'sha senankiga laqabingga shu baji laqabning bo'lib ketdi, balkim shu ovozni do'rg'oningmi sabab bo'lganda. Lekin nurg'on shu laqabni senga munosib qo'yganlar, balkim sening ba'zi bir alayliklarning shu bajiga o'xshab qolganligi sabab bo'ldimi ya? Mesela sen kızlar terap koyuyor. Masol bakat qanlash bo'lgan bir savolni qo'ydim derdi. Hamda buningga balki ma badanim o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Hamda o'zim qo'saq ras amraqamdir. Qo'saq amraqam. Qo'saq amraqamdir. Uni ko'z yumg'oni bo'lmaydi. Hamda burillar tashlaq amraqda hozir hamda burun qiladik hamda chiqib keladi. Men seni qo'saq amraqligim nurg'oya deysiz qilgan masalaliqi burunliqi cho'lpa restoran vaqtida 3-4imizda bir tomoq yegan insonni bormi polu? Sizlar yemabsizlar. Men yapıptım, o'zini men yapıptım, sizlar yemabsizlar degandim. Sen qo'pib. Va bu xomka bu polo shuni yemidoq desa, men qo'pib sezmabdim. Demek ki laqabniki shu sana nisb bo'lishi nihoyat bir sening keyingi san'at hayotingdami muhim bir belgi bo'lib qoldi sana. Shu bir laqab bo'ldi. Hozir ansam meni kepinek desanglar, toz desanglar deb yuribsan, lekin hech kim uni tushmayman ekan. Uni tushmaysiz, shundan. Tushmayman ekan, zaten mushu laqab ajoyib sinib ketdi menga. Mushu adash hozir mushu laqab haqida qilding-ku, laqabning nihoyatda o'zingga kelgan. Ya, kelgan. Keyingi san'at hayotingda to'lnishindimi mushu laqab nihoyat muhim rol o'ynagan deb qarayman menchu. Yomon chiroyli raqam emas bu. Nurg'un laqablar qanday bo'lsa, nurg'un laqablar mas kelmaydi, keyincha unutilib ketadi-ku. Mas sening laqabing o'zing ismi bilan xuddi sen tug'ilgan to'xtatganda birikib ketdi-ku. Yaxshi kelgan laqab endi. Yomon ketdi-da qo'y. Endi mushu laqabga asosan Bajininki obrazni yaratgan shu artistni ko'rdik-ku endi. Shu artistning haqiqiy turqini ko'rdik endi. O'zimi yo'g'on. Nihoyat ash rol tushganda ajoyib yaratgan obrazni. Yaxshi yaratgan shunaqa. Men o'ylayman shu odamning badani bilan mush ovozi yoki mush turqi yoki mush bunda bir harakatlari bir-birisiga moslashmaydigan, bir-birisiga kelmaydigan ahvollar bo'ladi ekan shunaqa. Bo'ludi. Shunday ishlar. Yo'q, uchirgan menga. Masalan shu qaya bir yer bir bolalar bilan biz bir Şu bir restoranның ayrimxonasida o'tirdik. Tuyuqsiz ishni toz yo'g'on birnim. İçib kirdi qara. Bu ko'z degan teshidayliqidan. Bu degan meshega o'tib quloqlar. Yama yo'g'on qo'rqdi qilganidan. Varo içib kirdi yozdirma shu ishigini. İçib kirib jimni qo'rqdi qana qarab bo'lsak biz bunda harakat Bala qani dedi. Ovoz yomon ichgan ekan. Demak, tushmaydi. Badan bilan ovoz tushmagan. Bunda ishlar bor. Ba'zan badan yo'g'on bo'lgan bilan ovoz ishlar ish chiqadi. Bizning bir og'inimiz bor. Bizning mahallada bu og'inimiz endi kichik vaqtida ovoz tomkashdi. Bu vaqtda
10 yaşqıçılıq büyüklüyü tükəbəs bu. Ha. Hazır başların kendi yapılaqla bunu. Ay bu yoğan igizleme o. Böyle büyüştü yatkan diken o büyüştü putaq çıkıp büyüştü alıqı ma tüven tərəfədəki manda baldaqını Evet. evitib o putunu manda qılsangıt maça yata tikə büyüştü. Da putunu yaqıb büyüştü yata tikə bu. Bir günü hoşnisi kirib taşan uyga kirib Kaldım da. Dize aha büyüştürüp apama asim demek çıkedi de tikə. Kokit. Mimikler. Var büyüştü yatqa bir bal. Avazım bomb ki. O zaman yok. Biz yaşayan bu sekralar, bizga nurg'un boyliqlarni berdi. Vah isle. Sen senin çaqchaqchi bo'lishingga, senin mashina qiziqchi bo'lishingga, senin to'nilgan bir cho'lponga aylanishingga shu sekralar, go'zal sekralar pek cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Chunki ash sekralarda nurg'un aqko'ngil samimiy odamlar, yana birisi nihoyatda el ichi to'nilgan qiziqchi odamlar yashaydi. Yani biz nurg'unlarning yaxshi hikoyalarini anglaymiz-da, masalan, sen bir narsani biz nihoyat qiziq bir ishni bizga so'zlab bergandan. Hozir insonni bormi yo'qmi uqmayman. Birisini ko'ziga to'mi o'tirib ketgan bir ishni so'zlab bergan olaydi. Pemlik odamlar var. Bizning malda bizniki ko'zga bu to'mining kichik bir parchasi kirib ketib, voy buni uydagilar voy bo'lmaydi, yig'izora buni ko'zini bacha tutib doktorxonaga olib borayli deb buni. U vaqtlarda mashin qatlash yo'q. Qo'shnisining horusini so'rab chiqib, onu besib oldirak doktorxonaga ekib borsa, mayaqda ayda rahmat deb qo'shnisi mo'g'riga chekib o'tirib, "Ya, nima bo'ldi bu? Voy, bu to'mi kirib ketdi ko'zga. Ya, to'xta. Voy, nima to'xtaydi? Doktorga olib bormasam chatoq chiqdi bana. Yig'lab qolsin. Rahmatimizni aytdi. Chiqarib nima qildim o to'xta deb. To'xtagina. Voy, nima to'xtagina deb kirib ketib uyga. Radioning keyinda bir magnit emas bu duglak. Duglak. Shuni ochiq ko'zini deb ichib matal magnit to'mini yulib chiqibdi. Amana qo'y kirib ketib qoladi dedi. Demak, o'sha pamlik odamlar bor. Pamlik, aqlli odamlar bor ya. Endi shu odamlarniki hozir men sana boshda degandek badani bilan o'zi kammaydigan-ku. Biz endi batur, qo'rqmas deb bir odam tasvirlasak, u odamni sana o'xshab yo'g'on, gavurlik manda tasvirlaymiz-da. Odamlarning yo'g'ini qo'rqmaydi deb qaraymiz-ku biz. Sen qo'rqmaysan ekansan? Voy, boshim bu savol oldimi endi bu. Ya bu ziyorat tamomida yani başkalarında fikir ne yapsak, bu şu senin kamchiligini olmi, paratning kamchiligi olmi deb so'rab baqtirib hem de. Ya qo'rqmaydigan endi. Olsak, şu qo'rqanchaq deganda ishonmadik buni. Voy bu. Ya o kodaz bir san. Kim dedi o birisi qo'rqmaysa. Qo'rqamda nima bu endi voy bu bir kichik bolaning savolini so'rdingiz sen. Qo'rqamsa deydigan. Unda siz ko'rib baqamsiz kimning ashta degan. Faraz qila olamsa kimning ashta deydiganni sen. Kim deydi? Men o'zim unda qo'rqima deb his qilmayman bir nima. Ismi qo'rqmaysa degana? Yo'q. Undasa. Bizim bu Tarat Hocahmet ağaynimiz bizimki nayet bir yaxshi pishqan bir aktyorimiz. Hem çaqchaqchimiz, hem yumurchi, latifchimiz. Ama bu Tarat'nınki bu turmuşda, o'zininki bu tabiiy bu qiliqirma odamga nayet bir kuykulik, nayet bir zo'qataq bo'ldi. Anadaki bu shunchalik bir qo'rqanchoq. Deydi endi. Bu zodi bo'libmi bu kechisi nayet qo'rqdi. Bundan to'la bir o'tirishlarga biz berib qolamiz endi. Shu o'tirishlardan qaytqoqdan mashayda buni akib qo'yma. Shu mavzuga bir 2 kilometr qoldi hatto mashinamni Çoğunluğu tarafı buraya da boldalaşmışa çıkıp alsam. Yo, ben operasyon etmişsem, çıkıp operasyon etmişsem ben güvenmeyim ben. Ya ben bir şey taşaplık gitme. Sen bu olmaydı. Aşında o İslam oldu da ya da şey etmişsem korkma. O ne kadar korksa, ya şu korkma. Şunu odan aşında işçinin aldığı girip, darvazası maşının çırağını yandırıp koyup durup. Şu bu kirip kitap şunun bolda da şimdi kitiverdi darvaza elinde bakıraydı. Şunu oradan alan ikin kendim kayıp gitme. Ya endi boşu beden bilen
Korkup hem de bir mu? Ya bu nemi dokun okudu. Deyman ben bu bedemle korksam. Zaten ben hakkımı anlasın bir satış koyamam. Moji işimizde moji bedemeden korkudu ki o dese. Bundan olsa sen en yakın adamniki. Diğerlerini anlat bakalım. Yani kimdi o? Ispatlaydigan birisi var. Yine Buningki endi o'zi qiziqchi boshqalarni kuldirib qilgan bilan o'zining sal kamchiliklari bor. Qo'rqanchoq dasti yo'g'on bo'lgan dasti kuchli emasda. Buning endi buni o tarafini ajizlikdan ba'zida mayli o'yin qilib chiqib qo'rqitib o'ynaydi. Korktu ne? Ondan keyin Estağfurullah. Mahşine. Benim kork etmeyim azrak. Azrak korkmak. keldim ha. Depegini açıştırandı bir işkini. Ya azrak korkmam. Hem de ne amanım aşkarlandım. Aşkarlandım. Devtey. Muş kitsi karangodan korkuduğum bir adıdım var benim. Ben muş keynimde bir tutup aldığanda, kiyotganda. Çıkıp ayda bir tuygul. Pinfanda oturup aldı. Pinfan oy bir nonsu gem. Akşam şu talağı çıkıp basak mı? Uydukilen okudum hemen. Uydukilen okutup açık mı? Bir gün 2 saat 2'de talağı çıktım. Uydukilen okutup talağı çıkıp şununla tazık öyle kırıp çıktım. Çıksam oyunun tokunu 3'ü tuttu. Uydukiler yok. Funda tuttu cuma benim. Muş yüreğim çıketti kara. Ya kıdıysan hey bakırıp gittim. Şundalı üyü karab yürüyüşüm gibi yürüyüşünün kendi birini mahaplık çıkıp kaldı. Muş o. Raalık gitti. Boy lap gitti. Ya ben bile oynasam başkanımdan mandak oynaşma. Yüreğim çıkıp uyup gittim kandak kasadım. Oy xeyri geçtildim ben. Şu işindeydi bu. Hem senin hayatına nazar taşısak endi. Keyinki bizga nurg'un so'rovlarni deb berding. Biz ayrim o'rtaga chaqladim, biz shu balliq chaqladiki, nurg'un gaplarni deb kuldardingda endi. Bo'lsa, mushundaq bir paytda shu go'zal ballig'ingni, shu qiziqarli ishlarni bir eslab baqqan bormi? Mehtap o'qiyotgan mezgilimizda bizning sinf bo'yicha o vaqtida anında qo'rqmaydigan shu vaqtlarda ishladik mahalladami anında qo'rqmaydi sen anında qo'rqmaydigan anidan qo'rqadigan qo'rqadiganing va qo'rqmaydiganing va o'qishchilar vaqtida men sinf bo'yicha eng qo'rqanchig'imda shu vaqtda o'sha joyda shu yurak ochta qo'rqib ketdik. Ama qo'rqmaydigan bir buni mening cho'ng dadamning bolasi vijigla shirmat deb yomon bir oshxonada qo'rqib Yaman vijik o. Nidam. Oşuna da okumadım. Kokattım. Onun kendiymiş bizdeki sınıfta en yaman birisi vardı. Mülük dep. O hep yamanmış işidi. Oşı ona işkim tolu tutuş kalattı. Endi men özümninki meylim bilan tutuşmayman. Men o qanday qilsa deganki men bu qanday qilsa desam atrofimdagi bolalar ojitdi meni va bo'ldi qilay mulkey yo shuni ular so'qsamsa deb meni 10 tingamaydi yo mashina ular so'qsamsa bo'ldi qilay oribsam mashina ular so'qsamsa bo'ldi bo'ldi bana shuni qiladi ojitdi har qitim aytdi develab qo'yman endi ashundan bolalarning ojitligi ishlashim muhashqa aniq devalayman bo'lmasa mumkin emas-ku. Bir günü qanday qilsa dedi bu. Men mana shu og'aylarim savodoshlarim ajr tutdi o deb ishlash bilan. Sen qanday qilsa debdi men kel o meni o'tiribdagi og'aylarim valloh bularni maktabning keyindiki bedilik ochiq qo'yildi dedi emasmi? Ko'z oldim. Qanday qilaman? Nimaga deb qo'ydim yoki o'qiyap dedim. Mush ko'z oldim. Kurang ko'p ketdi jumon. Hopla. Mana dedi u. Mush bolaning ko'zining ichiga men qarab chiqdim. Ashuni ichib birsi bo'ldi qilinglar desa, yenib olmanda men. Hech kim demadi qarab. Ochiq qo'ydi bo'ldi, ishni qo'yib taylaydi dedikida. Mana borma astag'firullah. Bu oldi ketib bormay keyinda. Yomg'irsidan bolalarga nega desa, bu modamda so'qishma deb odamni. Ajdavosim ajratib qo'yammi deyman-da. So'qishma deb ularni qo'shilib chiqdi.
Oğlum bu çıktı var mı? Qandan qilaman? Yeydigan bo'ldim. Yeydiganim iniq. Bo'ldi, endi yeb bo'ldim. Kelmagan xiyollar kelib bo'ldi beshim bilan. Qanday qilsam bo'ladimi, ishlarni o'ylab ketdim. Maydonga chiqdik deb tugab bo'ldi bular. Bu ko'ydim. O'tmay kulal tidi. Manda xeyir mutlu jiruva buni. Ondan tutmam tutum. Ulan manda qilg'im. Bunda qilinglar. Yeni valla. Attigida deysan. Mani meni manda qilib baxsam, mujdan qarab bo'lsam chuch qolam deyman. Şundan moytoq turmanda. Yeni valay desam. Oğlançığı Ay, azroq o'zim mijdonim ko'rib qoldim ayada. Aytqanda qalaman. Bundoq tutum bir kamdikin mush qoldi bir mush. Mush ko'zimga. Nol chiqat ko'zimdan nol. Yaptım. O vaqtida yig'ilmasang, qo'rqmaydi deb vurilaveradi emasmi? Onu da birinchisi yig'lab olaydi. Birinchisi yig'lab oldi. Tugadi bu ish. Hozir to'g'ri qo'rqdi bo'ldi, yig'ildi bo'ldi dedi. Uf, herhalde bir tragediya o'tib ketdi dedim. Shuni ya qanday qilsam demedim bunga. Noqvasim chattig'im yo'q. Bir kuni maydonda to'p o'ynab qaytib kelsak, bu mulk yalnız tekrar ötke. Tekrar ötke etrafındaki 7-8 ağınam. Ferhat, ötkensin ufduğa böyle. Sen. Bugün sen kirip o mölekке. Yalnızga sınıfta. Qanday qilsa da beshiq birdan o'qiytib, sen jimti qolgani bizni qo'yib etildi. Vay, jinim og'illarim, esil og'illarim, navatak og'illarim. O'chimni olgan kelibdi. O'sha qilaman. Bu men birini o'qiyman qolgan sizlar qo'ymaydi. Kirdik qo'ydim. Sınıf içki. Yalnız bu tekrar bulutke. Ya müdük. Dese. Ya kandak kısa öykün ecep bir evet bunda kodatta bunun nokşum kula. Mak etrafında birlik eken günün valları hemiz pek şikayet karar. Yok. Muş işkini eliveli. Muşu tip kal. O veririm akmedi. Qaqalırım oqibidi. Onda verdim onun için qımatdım ki verdi. Toşqolda o'tirib etkenim. Oxir bizim şamış qamalda bir malım bor ekan. Malım acıtib olmaganmisa. Qanday qilsang to'yatdim. Mashina ishlar yuz bergan. Sening chaqchaqchilik hayotingda men necha qitim sen bilan so'zlashgan vaqtida bir necha chaqchaqchin degan tam sen o'zing ta'sir ko'rsatgan chaqchaqlarchi. Birisiga mush Yesamkam degandan, Yurayimkam degandan shunaqmi? Shavkat Jumashkam, Tashkam, Yibikam mushullarni deb kelib, sen Tudaqunni alayda tog'ib, alayda maqtagandan. Tudaqun og'inimiz u bir alayda bir chaqchaqchi. Nima ish desam, chaqchaqni yomon o'rinliq, yomon donim, to'rliq qiladi. Shavkat Kamladek, Tashkamladek. Masalan, shu Tudaqun bilan o'tgan hayotingdagi bir qiziqishlarni deb bir eslab qolaylik. Ekanniki bir yotiq otay ichida pingpong yotoq vaqtlarda 90-yilda. Shu yotoqdan ishimiz desam, nima Tudaqonni yutlab kelsam, shoqtil bir ishit. To'la biz taraf keldi emasmi? Do'qodimo ishtayman. İştdingmi haqli hayron qoladikanda bu Tudaqon rahmatga paqo iki. Mo'yinda qilgan bo'lsa. Bak Tudaqon ishimiz ko'r qoldi. Bir Tudaqonga bir manqoraylik ishit. O'xshamaydi qolishgan. Chiroydan tova deb. Yillik ishit 3 oyni natijam bizning. 3 oyni etib. Ya ketib keldik bunda qarg'an ishit. Tudaqon turkiye o işit meni bir iş qo'qishdi. Rahmat. Yaman kuldagan. Rahmat. Biz ham dadash tabarik ustozlarni, sening hayoting ta'sir ko'rsatgan chaqchaqchi do'stlarimizni, ustozlarimizni bir eslab o'tdik hamda. Endi mushu sening turmushingmi qiziqadigan odamlar bek chiqchu. Turmushing bu vaqtda turmush odatingda endi. Odamlar o qiziqmaydigan ish yo'q. Endi birisidan so'rasang, eng oldin so'rasang, sen nimaga amroq desa endi.
ko'pincha odam nima deb javob bersang, ya kiyim kechak kechganroq, yo hozirgi davrda mashayda chiqqanroq, har xil olay degan deydi endi. Lekin endi sen nimaga amroq endi? Men endi asosiyatda amroq narsam shu tog'larga, uya-buyalarga chiqib o'ynashga amroq. Tog'larga. Navod ochgan bo'lmasa deyman. Voy, voy, man, ochgan bo'lmagan tog'da tog'da endi. Chiqmaysanligina yerga. Voy, ko'tarib o'sam, yo'qla bir savollarni so'raydi qolib. Sen voy, men ham sen endi o'zimni og'ingiz bo'lsangmi, adasham, sen tushunsanmi? Lekin tig'im cho'nqurlab endi bu suhbatni yaxshi yeb borayin deb men xil tayyorlik qildim. Tayyorlik qildim buning uchun. Tayyorlik qilish jarayonida men o'zimni bilmayman-da. Bir 80%, 90% yaqin odam Ferhat eng oldi bilan amroq narsa nima deb so'rasam, tomoq amroq. Tomoq yeyishga amroq. Endi bu odat gap endi bu. Ya tomoq yeyishga kim uyishgan men o'lmam de tomoq aytdim. Voy, bu haqma. Dal o'rdiga deyman. Endi mana bir qo'shiq var ekan sana tomoq amroq. Endi bu o'liqi tomoq, hamma odam amroq hech kim tomoq. Meni darajadan tashqari amroq. Tashqari deydi bular darajadan tashqari. Men qo'shiq shuni isbotlab berdi, qara. Ferhat og'rib qolsimi deydi. Doktor xonga bormaydi. O'ngshilida tomoq yeb, yeyishdan qolmaydi. Demak, Ferhat og'rib qolgan taqdirdami? Ya doktorlarmı kirib tomoq ye deydi, og'rib qolsa. Tomoq yeme deydigan. Doktor tomoq yeme deydigan hech qanday doktor yo'q. Og'rib qolgandan mesela tumat yıkaz suga ichimiz. Qo'sa qiymsan bo'lmaydi, og'riq isib deydi. Yeysan ki. Sen buni oddiy usul isbotlab bersan bo'lmaydi. Amaliyotda sen tomoqqa omroqliging bor bu, haddidan ziyod ish ketgan. Voy, qapa. Men hozir isbotlab beraymi? Masalan, sen bir necha adamı degandan buyuk programmada shuni degizaman-ku sana. Ham nima desang, sen shu uylarni endi biz ham Sarada yashaymiz-ku, Sarada yashaymiz, Sarada uylar qata, turxonlar va shu turxondan chiqayotgan issiq qarab turib, shu nima tomoq etayotganligini biladi. O'taldirib atdim jima odamni. Sen tomoq omroqligi, sezgurliging hadinja. Ya o'g'wa qara, men sana desam, o kichik vaqtimda ajdaqdim, rost. Ben küçük vaktimde bizim jitimçe ösken. Ama küçük vaktimde güzel karattım degine. Koyuk çıkıp atkan bolsa öyle kirmeyim. Çay o uyda. Çay otunu qalap çayını qaynatkan sürü. Mengenni qaplap kopar çıkıdı. O is vil yok hesapta olsa pulu o gün. Çünkü otunu üçünü bitip keze koydu. Pulun dimlab qo'ydi, is bo'lmaydi ananda. Ana shuni qarab bilgan gap bu. Lahman bo'lib qolsa, orliqlarni uzib kelib, yana birga pur chiqadi chunki. Qayta o'rib ziyoratimizdan mu vaqt qistab qo'yotdi. Bayatdan beri nihoyat yaxshi paranglashdik. Senami bizga alaydim vaqt berganing ko'p rahmat. Rahmat ada. Bu shunday vaqtida endi oilang deydigan qanday yurak so'zlar unda. Ailemge deydigan yürek sözüm, xizmetimni yan davamlı qo'llab bersa, mushu orqali men yana mushu xalqimga ma'naviy oziq ato qilsam, bundan keyin mushu ma'naviy oziq ato qildirganga yana mushu ayolim meni qo'llab bersa deb qarayman. Ayolimga ko'p rahmat elim qo'llayotdi. Aktif energiyalik asarlar ko'plab ishlab jamiyatga qo'shsam deysan, jamiyatga, vatanga, xalqqa, davlatga bir kichik hissam qo'shsam deb o'ylayman. Bundan keyin mushu programma orqali doim mushu partiyaning yaxshi bir siyosatlarini tashviq qilib, xalqimizning ichidagi qiziqarli ishlarni ip chiqib, yana mushu xalqimizga sunsam deyman. Elimi jafo chekdan adash sap kalplarım kurup ketdi. Bunu kalpı koydu qamısı. Tegli bakada o'p ketdi. Qasam kalpı emas ma o. Ya elim adaş muşici ola sualını muş kalpını götürüp dedimci bu. Ama sen nurgun japa keşkense cima ras. Rüyası için oquştam. Amda deymen de canım adaş. Ama ay kız o'p qolgan bo'lsang 20 qo'qoni bog'lab uzr ketding da. Ama bunu kalpıgan ben
Mende okugan bolsa mana teximci qeyda olib ketdim men. Rızkılık adamның manda kalpı oldu da. Senin bu ilk doktorxananın talaşı deydi qoy. İlk bel ağrıgalık lonqon orgu sen söypesin dep. Dedi kim o bir söyledik bir gün şangjanı mata doğrusu qeydi. Şangjan doğrusu yaz depsin. Atından tepkin at götürdü. Ne götürdü. Ve bir şumlu qoyda ütse de sen. Ben bir şiir tayyorlab kelgandim mana. Hakere degan. Burun yozgan she'rim sanatchi. Shundan bu odatda 45 kubli she'r ekan bu. O yani 45-90 kubletlik qavat o yani. Ama ozu qoptu. Ben sana o'qib beray. O she'rmi o, su buydami o, romanlık o. Sen bo'ldi degicha o'qiyman sen. Ha, o'qi. O'zi yo'g'an kelansiz. Mijaz o'ng imansiz. Laqamlari yugansiz. Ko'rdinglarmi Farhodni? Estağfurullah. Ko'zi xuddi bir buloq. Uyimi ham bek yiroq. Tumshuqlari bek o'moq. Ko'rdinglarmi Farhodni? Sorun qo'g'lab yurishgan. Etgan chayni ko'p ishgan. Tamoq desi dum tushgan. Ko'rdinglarmi Farhodni? İç bezen közünü, tonalmagan özünü, yumaydıgan yüzünü, köydünlamı Ferhat. Öy yine de bir ba, beşi düküp gemi ba. Birer metre iği ba, köydünlamı Ferhat. Baldı. Cık sippes tamak ne? Allah'ın mettep maktıgan. Bak sippesi butmagan, köydünlamı Ferhat. Baldı, balaqam. Ya baldı. Balaqlı qaptım mecmam onu. Rahmet. Rahmet Ahmadaş. Rahmet adaş, yaxşı maslaştı. Rahmet ağinem. Ba'dan sorun ne? Rahmet. Demek adaş sen hakikaten köpkü mahir, köpkü kadir bir sanatçı. Senin bunday ikisining texim yaxshi bo'lsin. Hamda sening san'at hayotingga diqqat qilsak, endi mushu paytda mening esim kelyapti. Sen mushu dutta da aytgan naqshlar bo'lsin. Keyingi hozirgi davrga kelgan chog'da gitarada 80 yillardagi biz yaxshi ko'radigan nurg'un kuylarni bek yaxshi o'rinlab, bek yaxshi ta'sir qo'zg'ayapti. Bo'lsamiz programmaning oxirida mushu gitar naqshdan birini o'rinlab biz bir huzurlanadigan bo'lsak degan umid. Voy rahmat. Çataya. Bo'ladi. Vapa izleb Capa çekti Judalık bastı Capa çekti Judalık bastı üzerine Nadallarga köngül bersem Düşenmidi benim kalbimdi Nadallarga köngül bersem Düşenmidi benim kalbimdi Yalğız oturup ayga qaraymen Yaşlar kormay gözümde
Sen bevapalık kılgan bilen men turimen sözüme. Sen bevapalık kılgan bilen men turimen sözüme.